Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchi qadrli obunachilar hamda tunikafon ustalarini qidirib yurgan qadrli vatandoshlar. Sizlar bilan men Usta Dostonbek tunikafon baza jamoasining admini bo'laman do'stlar. Xudo xolasa Namangan viloyati Norin tumanida go'zal ko'rinishda bo'lgan tunikafonlarimizni yakunlab bermoqdamiz. Hozir ustalarimiz lampochkalarni, ya'ni plafonlarini qo'yib berishmoqda. Ko'cha tomonlarini tarnovlari bilan hamda darvoza xonasini ichkari ustunmalarini chiroyli holatda oq rangiga mokri rangdan foydalangan holatda bitkazib beryapmiz tunikafonlarimizni qadrdonlar. Xizmatlarimizni eslatib o'tamiz. Vodiy bo'ylab hozircha xizmat ko'rsatmoqdamiz. 120 ming so'mdan 135 ming so'mgacha barcha rasxodlar ichida hozirda uyning egalariga qilib beryapmiz. Uyning egalari ustalarini bir mahal abetini qilib berishyapti xolos. Hozir ichkari ustunmalarini ham yakunlab berishmoqda ustalarimiz. Hozir bu yerlar apshipkasi qoldi. Ko'plab savollar bo'lyapti. Rekani necha santimetrga to'qiysizlar deydi. Mana qadrdonlar 25 santimetrga rekalarni biz to'qiymiz. Ya'ni hamma yo'g'i ichida degani bu har narsani ekonom qilish degani emas. Tunikafon baza jamoasida birinchi o'rinda sifat, keyin narx turadi do'stlar. Shuni hisobiga biz ishimizga garantiya beramiz. Albatta ko'nglingizga yoqadigan qilib tunikafonlarni qilib beramiz do'stlar. Xo'p, ekranda chiqib turgan nomerlarda Telegram, WhatsApp barchasi bor. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xo'p, yana eslatib o'tamiz. Bizda hozirda kosmos ramkalari ham juda urfga aylandi vodiyda, ya'ni butun O'zbekistonda. Shu kosmos ramkalarini ham xudo xolasa butun O'zbekiston bo'ylab jo'natib beryapmiz. Vohalarga dastavkalarini kelishilgan holatda xuddi shunaqa mana o'rtaga bir donagina kosmos qo'yib berganmiz do'stlar. Xuddi shunaqa ramkalarimizda ham arzon narxlarda birinchi qo'l razmerlarga qarab tayyorlab beramiz. Xudo xolasa uyingizni ochib yuboradigan narsa bu ham. Xo'p do'stlar, mana ko'cha tomonlari turbalarini ham o'rnatib berganmiz. Xudo xolasa chiroyli holatda yakunlab bermoqdamiz. Do'stim, o'zingizni ehtiyot qiling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.